Nasib bo'lsa davomini qilishga harakat qilamiz endi. Demak, balandligi shunga muntazam oltiburchakli piramida berilgan ekan. Demak, bitta oltiburchakli piramida chizamiz. Balandligi shunga teng, asos tekisni uchta burchak tashkil qiladi. Bu nimaniga bitta. Demak, bitta oltiburchakli piramida chizib olsak, oltiburchak piramida chizdim. Balandligi berilgan ekan. Balandligi necha edi? Balandligi 18/3. Balandligi 18/3. Demak, yon yog'i 60 burchak tashkil qilyapti degandan keyin bu balandlik ichki chizgilarning markaziga tushadi. Bu ichki chizgilarning radiusi desak, demak 60, mana bu 30. 30 qarshisidagi 2/30 60 qarshisidagi 18/3 bo'lsa, demak bu ichki chizgilar radiusi 18 bo'ladi. Shundan 3 marta kam bo'lishi kerak edi. Demak, muntazam oltiburchak tomon A desam, mana bu 120 bo'lardi. Bu A bo'lsa 3A bo'lardi. Bu 3A'miz ikkita radius bo'lyapti. Radius 18 bo'lsa, demak 3A teng 36 bo'lyapti. Bu yerdan A ni topsak, bu yoqqa bo'lishuvchi 12/3 bo'ladi. Tomoni kerak bo'lsa-da endi. Endi bizga savol beryapti ekan, bunga ichki chizilgan sharning radiusi. Demak, mana yerda apofemasimdan o'tkazsam, bu uchburchak yasadim. Shunga ichki chizilgan shar mana bunday shaklda bo'lsa, shuni radiusi kerak ekan. Shu uchburchakni mana bu yerga chizib oladigan bo'lsak, apofemasini yon tomonlarida mana ikkita apofemasi, buni asosining tomoni necha bo'ldi? Demak, 18 bu yoq 36 bo'lar ekan. Radius 36 bo'lgandan anasi radius asos pastki qismida mana 18, ya'ni mayda-maygacha 36 bo'lyapti. Mana bu tomoni, demak 30 ni qarshisidagi tomon 18 bo'lsa, bu yerga shuni 2 marta katta 36 bo'ladi. Bu yerga 36 bu muntazam uchburchak bo'lib qolar ekan. Demak, bu yerga 36, bu yerga 36. Muntazam uchburchakka ichki chizilganlar radiusini topsam, sharning radiusini topgan bo'laman ekan. A taqsim 2/3 edi. Ani o'rniga 36 qo'yamiz. 36 2/3 bilan qisqarsa 18 irratsionallikdan qutqarsak 6/3 bo'lar ekan. Demak, ichki chizilganlar radiusi, sharning radiusi chiqdi. Mana shu ichki chizilgan sharning radiusi chiqdi. Bizga nimasini so'raganida, piramida ichki chizilgan shar sirtini yuzini toping. Shar sirtini yuzi 4πr kvadrat edi. Demak, radiusi 6/3 bo'lsa, 4π bu kvadrati 36, 36 ni 3ga ko'paytirsak 108 bo'ladi. 108 ni ko'paytirsak 432π bo'lar ekan. 432π ana S javob ekan. Demak, 33 ga S javob. 34. Shar markazidan shunga teng masofada tekislik bilan ikkita jismga ajratildi. Shu jismlardan kichkinasining hajmini toping. Endi sharni chizibdi. Mana sharni chizib olamiz. Mana sharning markazidan deyapti. Qancha masofada? 3/3 midi? 3/3 ga teng masofada. 3/3 ga teng masofada bitta tekislik bilan bunday kesilibdi bu shar. Tekislik kesilgan ekan. O'sha tepasida hajmini so'rayapti. Bizga radiusi 6/3 chiqdi. Demak, mana balandligi mana bu yerdan bergacha shar radiusi bo'ladi. 6/3 tepasi 3/3 bo'ladi. Demak, bu balandlik bo'lyapti. Shar segmenti bo'ladi. Shar segmentini nimasini so'ragan? Hajmini, kichkinasining hajmi. Shar segmentining hajmi v teng 1/3πh kvadrat 3r minus h edi. Shu formulani qo'ysak, demak, hajmi teng 1/3π, h'imiz 3/3 bo'ldi, kvadrati 27 bo'ladi. 3r. 3r, r'imiz mana bu. 3 ga ko'paytirsak 18/3, balandligi 3/3 edi.
Demek bu bilan bu ketsa 9pi bo'ladi. Ko'paytirilgan buni ayirsak 15 yıldız astı 3 bo'laman. 18'dan 3 yuzdan 45 ni 5'i 135 yıldız astı 3 pi bo'ldi. Pi'ni o'rniga qo'y demagan 135 va javob ekan. Shar markazidan shunga teng bo'lsa tekis bo'lgan jism hosil bo'lgan jismdan kattasini hajmini toping deyapti. Mana ikkita qismga ajratgan bo'lsa, endi pastki qismi xuddi shu. Pastki qismini mana buni jismni sirtini so'rayapti. Buni sirtini topishimiz uchun biz shar segmentini sirti 2pr ko'paygan h edi. Shunga ana yuzasini qo'shishimiz kerak. Pr kvadratni bu r sifatida mana berib olamiz. Mana bunday kesilgan tarvuz bir qismini kesib olib tashyapti-da. Mana shu ustki qismini ham yuzini qo'shishimiz kerak. Ya'ni bunday shakl bo'lyapti. Bunday jism bo'ldi-da bu. O'shani hajmi so'rayapti. Mana bu radiusi 6 yıldız astı 3. Birdan bergacha 3 yıldız astı 3. Pastgacha yana 6 yıldız astı 3. Endi uni balandligi jami 9 yıldız astı 3 bo'lyapti. Mana bu shar mana shuni. Mana buni yuzini qo'shyapmiz. Bu r. Shuni hisoblasak, mana teng 2pr radiusiga 6 yıldız astı 3 qo'yaman. Balandligi 9 yıldız astı 3 bo'lyapti. Plus mana kichkinasini radiusini topish uchun 6 yıldız astı 3 bo'lsa, 3 yıldız astı 3 yarmi bo'lsa, 2 marta 30 gradus va 60 gradus bo'lsa, bu 9 ekan. Demak, pi ko'paytirilgan 9 kvadrat 81 bo'ladi. Buni ko'paytirsak necha? Ikkalasi 12. 12 ni bunga ko'paytirib 12 ni 9 ga ko'paytirsak necha bo'ladi? 108 bo'ladimi? 108 ni 3 ga ko'paytirishimiz kerak. 3pi keyin plus 81pi. Ko'paytirsak necha bo'ladi? 324pi plusdan 81pi. Buni qo'shadigan bo'lsak 405pi bo'lar ekan. Sirt 405pi yo'q ekan. 400 chiqdi, 405pi. Adashmasam shunaqa aytdi. Keyingisi. Balki men adashdim, balki tuzganlarda adashganman, nimadir bo'ldi, xullas. Keyingisi tenglama sistemasi bitta yechimga ega bo'ladigan aniq nechta qiymati bor debdi. Sistema bitta yechimga ega bo'lsin debdi. Demak. Bu yerdan y topsam, x bu yoqqa minus o'tadi. Y joyiga men bu yerga qo'yib yuborsam shuni. Keyin buni ochib chiqaman mana. Bu yoqda. X minus x minus 2a plus 2 ni kvadrati. Y joyiga 1 minus a minus x ni qo'ydik. Keyin plus a minus 2 kvadrati teng a plus 5 taqsim 2. Ochib chiqsak x kvadrat minusdan 2x ko'paytirilgan 2a minus 2 plusdan 2a minus plus shuning kvadrati minusda mana. Mana a bilan a ketsa, mana bilan bu minus 1 bo'lsa, minus 1 minus x ni kvadrati bo'ldi. Bu yoqda a plus 2,5 x kvadrat minusdan ochib chiqsak 4ta x plus 4ta x plus 4ta a kvadrat minusdan 4 8a plusdan 4 olsak x kvadrat plus 2x plus 1 a plus 2,5. Bu bilan bu
2x kvadrat bo'ladi. Bundan bu 6x. X chiqarib olsak 4a minus 6. Keyin plus 4a kvadrat minus 9a. Bu ikkalasi 5 bo'lsa, bu yoqqa o'tsa 5 dan 2,5 bersak plus 2,5 qoladi. Teng 0. Endi x ga bog'liq kvadrat tenglama bo'lsa, bitta yechimga ega bo'lish uchun diskriminant teng 0 bo'lish kerak. Diskriminantni tenglasak, mana bu kvadrat. 4a minus 6 ni kvadrati minus 4 a ni o'rniga 2 kelyapti. S ni o'rnida 4a kvadrat minus 9a plus 2,5 teng 0. Olib chiqsak 16a kvadrat minusdan 24 48a plus 36. Necha bo'ladi? 8 ni ko'paytirsak 5 20. Bundan bu ayrılsa necha qoladi? 24a minus 4 ga bo'lib olsak 4a kvadrat minus 6a minus 4 teng 0. 4 ga bo'lib olsak a kvadrat minusdan 3 taqsim 2a minus 1 teng 0. Necha bilan necha? A1 bilan A2 ni topsak 2 bilan minus 1 taqsim 2 desak, ko'paysak shuni beradi, qo'shsak 3 taqsim 2 ni beradi. 2 bilan bu ekan mana. Nechta devdi? 2 ta chiqdi. Ikkinchi savol tenglamasdan bitta yechimga ega bo'lgan a ni natural qiymatlari sistemasining yechimlari yig'indisini toping. A ni o'rniga demak 2 ni qo'yishimiz kerak ekan. 2 ni qo'yib hisobla demoqchi. 2 ni qo'yib olsak, mana o'chirsam shu yerga sig'diramiz. A ni o'rniga 2 qo'ysak bu 4 bo'ladi. 4 dan buni ayirsa x minus 2 ni kvadrati bo'ladi. Plus y kvadrat. Bu yerga 2 ni qo'ysak 4,5 bo'ladi. Bu yerga 2 ni qo'yadigan bo'lsak x plus y teng minus 1 bo'ladi. Sistema. O'zi mana yerga 2 ni qo'yib yuborish kerak. Shu yerdan x chiqardi. Bu yoqqa qo'ygandan ko'ra hozir mana uni yana ishlagan x ni y topib borib yana qo'yib ochgandan ko'ra mana shu yerga x o'rniga alarni o'rniga 2 ni qo'yib yuborgan yaxshiroq. Shu yerga mana yerga 2 ni qo'yib yuborsam mana 2x kvadrat. 2 ni qo'ysam 8 bo'ladi. 8 dan 6 ni qo'ysa 2x bo'ladi. 2 ni qo'yib yuborsam mana bu necha bo'ladi? 4 16 minusdan 18 plus 2,5. Bu ayırsak minus 2 0,5 bo'ladi. Plus 0,5 bo'ladi. Teng 0. X kvadrat minus y plus 1 taqsim 4 teng 0 bo'ladi. Bu x minus 1 taqsim 2 ning kvadrati degani bu yerdan x teng 1 taqsim 2 chiqdi. X 1 taqsim 2 bo'lsa, men yerga x joyiga qo'yib yuborsa 1 taqsim 2 ni y chiqaman. 1 taqsim 2 plus y teng minus 1. Yerda y teng minus 1,5 chiqdi. X ham chiqdi. Yechimlarni yig'indisini top deyapti. 1,5 ga yarmni qo'shsak mana 0,5 x chiqdi. Bunisi minus 1,5 chiqdi. Ikkalasini qo'shsak minus 1 bo'lar. Keyingi misol tenglamani yeching. Tenglama eng kichik bo'lsa yechimni toping. Demak, bu nima bo'lib turibdi? Mana bu ko'zingizga men chiqmaydi. 60 klassasi 1 taqsim 2 2 tepaga chiqib ketadi. Buni o'rniga bunday qilsak bo'lar ekan. Demak, sinus 2x plus 2 pi taqsim 3 turibdi. Kosinus 4x plus pi taqsim 3. Minusdan kosinus 2x o'rniga 1 minus 2 dan sinus kvadrat
x ni qo'yaversam tenglik bu yoqda 2 sinus kvadrat x. Buni 1/2 bo'ldi. 2 tepaga chiqib ketdi, buni ko'paytiriladi. Endi bu qavs ochirgan payt buni plyus bo'lib ketadi, bu bilan bu 0 bo'lib ketar ekan. Keyin -1 tenglik bu yoqga plyus o'tsa, plus sinus 2x plus 2pi taqsim 3 kosinus 4x plus pi taqsim 3 teng 1 bo'ldi. Endi sinus bilan kosinus ko'paytmasi qachon 1 bo'ladi? Ikkalasi ham 1 bo'lganda yo ikkalasi ham -1 bo'lganda, boshqa holatda bo'la olmaydi. Chunki ikkalasi ham qiymati birdan kichkina sonlar bir-biriga ko'paysa hech qachon 1 chiqmaydi. 1 bo'lish uchun faqat 1 bo'lganda bo'lishi mumkin. Bu 1 bo'lgan payti bu ham 1 bo'lish kerak yoki -1 bo'lgan payti bu ham -1 bo'lishi kerak. Shu ikkita holatda bo'lishi mumkin, boshqa holatda bo'lmaydi. Endi birinchisidan yozamiz. 2x plus 2pi taqsim 3 teng qachon 1 ga teng? Sinus pi taqsim 2 plus 2pi deydi. Buni bu yoqqa o'tkazib 2 ga bo'lib yuborsam x teng bo'ladi. Bu pi taqsim 4 bo'ladi, bu minus pi taqsim 3 bo'ladi, bu plus pi n bo'ladi. Bu yoqqa o'tkazib 2 ga bo'lib yubordim. Mahraj bermaysak minus pi taqsim 12 plus pi n. Birinchisi shunaqa chiqdi. Endi ikkinchisini ishlasak 4x plus pi taqsim 3 teng bo'ladi. Qachon 1 ga teng edi? 2 pi n da. Buni bu yoqqa o'tkazib 4 ga bo'lib yuborsak minus pi taqsim 12 plus pi n taqsim 2 bo'lar ekan. Demak, ikkalasi uchun umumiy yechim mana buni davri 90 bo'ldi, buni davri pi 180 bo'ldi. Umumiy uchun 180 olsak bo'ladi. 180 deb barq aytib ko'radi. 90 da bu bunga teng bo'la olmay qoladi. Shuning uchun bunisini olmay, bunisini olamiz. Ikkalasi uchun shu yechim bo'la olar ekan. Bunisini ishlasak endi. Qachon -1 ga teng edi? -1 ga 3 pi taqsim 2 plus 2 pi n da. Yo'q, o'tkazib bo'lib yuborsak 3 pi taqsim 4 minus pi taqsim 3 bo'ladi. Pi x'imiz teng 9, 9 ni 8 da ayirsak 9 dan 4 da ayirsak degani 5 pi taqsim 12. Mana shunday chiqdi. Bizga mana bu sinuslik. Endi bu kosinuslikni ishlash uchun nima bo'lar? -1 ga teng edi, pi plus 2 pi ndami? Yo'q, o'tkazib yo'q, minus o'tadi, ayirsa 2 pi taqsim 3 bo'ladi, plus 2 pi n bo'ladi. Bo'lib yuborsak pi taqsim 6 plus pi n taqsim 2. X chiqdi, bu chiqdi. Bu ikkalasini birlashtirib bo'lmaydi ekan. Bu 30 gradus, ana 15 davri 180, 15 ga 180 larni qo'shgan payti 60 chiqmaydi. Ikkalasi birdaniga bo'la olmaydi ekan. Yechim sifatida faqat buni olib qo'ysak bo'lar ekan. Endi eng kichkina musbat yechimni toping. Eng kichkina musbat yechim 1 qo'ygan paytimiz 11 pi taqsim 12 bo'lar ekan. 16 yechimlari soni debdi. Minus 2 pi dan 3 pi taqsim 2 gacha. Minus 2 pi dan 3 pi taqsim 2 gacha yechimlar soni. Minus 2 qo'ysak bo'lmaydi. Minus 1 qo'ysam bo'ladi. Minus 1 qo'ysam minus pi bo'ladi. Minus 1 qo'ydim. Minus 2 qo'ysak bo'ladi. Minus 1 0 qo'ysak bo'ladi. 0 qo'ysak 1 qo'ysak bo'ladi. 1 qo'ysak minus pi taqsim 12 plus pi bo'ladi. 2 qo'ysak katta ketar.
Demek nechta yechim bor ekan? 3 ta. Qo'yganimiz chiqib ketyapti-da. 3 ta. Bu chizma berilgan ekan, to'g'ri chizib, unga urinmaygan x teng 2 da. Bunday bo'lsa, to'g'ri chizib tenglamasini tuzasak bo'lar ekan. To'g'ri chizma nuqtaning koordinatasi 4 0. Mana bu nuqtaning koordinatasi 0 3. Demak, k ni topish uchun y dan y ga x dan x ni ayirib bo'lsa, ikkita nuqtani k'si chiqardi. Demak, 3 dan 0 ni ayiraman, 0 dan 4 ni ayiraman. Minus 3 taqsim 4. Demak, 0 qo'yganda 3 bo'lgan bo'lsa, minus 3 taqsim 4 x plus 3 bo'lgan. Tenglamasi, to'g'ri chiziq tenglamasi shunaqa ekan. Endi bizga aytyapti hosilni ol 2 ni qo'ydi. Hosil olsak, bu ko'paytmadan hosil olamiz. Demak, bundan hosil olsam, x dan hosilni ol 2 ni qo'yamiz. Hosilni ko'paytmadan olamiz. 2x plus 2 ko'paygan f(x) ni o'zi plusdan x kvadrat plus 2x ko'paygan fx dan hoslab 2 qo'yish kerak. Demak, 2 ni qo'yib yuborsam mana 4 bo'ladi. 6 da f(2) plusdan 2 qo'ysak 4 4 8 hosil olib 2 ni qo'yilgani. Demak, f funksiya mana bu. 2 ni qo'yganda, demak, mana to'g'ri chiziqqa 2 qo'yganda necha bo'lsa, bu ham shunaqa bo'ladi. 2 qo'ysak 2 bilan qisqarib minus 3,5 minus 3 taqsim 2 1,5 bo'lar ekan. 1,5 chiqdi. 6 ko'paygan 3 taqsim 2 bo'ldi. Endi hosilab 2 ni qo'yganda burchakka esa k chiqadi. K'miz minus 3 taqsim 4 ekan. Buni hisoblasak 6 bilan bu qisqarsa 3 9 bo'ladi. Bu bilan bu qisqarsa 2 ko'paysa minus 6 bo'ladi. Hisoblasa 3. Demak, 3 chiqdi. Funksiyaga o'tkazib urinma va o'qlari bilan chegaralangan uchurchak yuzini toping. Koordinat o'qlari bilan. Demak, mana bu uchurchak yuzini so'rayaptimi? Uchurchakni funksiyaga o'tkazilgan urinma koordinat o'qlar bilan chegaralangan uchurchakka ichki chizgan aylana markazidan urinish nuqtasigacha bo'lgan masofa ekan. Ham yuzini so'rayapti. Bunga ichki chizgan aylana mana markazini topishimiz kerak ekan. Shu yerdan urinish joyigacha bo'lgan masofa degani mana bu funksiyani men shuni nazarda tutyapti-da ular. Aylananing urinish nuqtasigacha bo'lgan masofa u radius qoladi. Shu so'rayapti. Bizga koordinatasi bor 2 u 1,5. Buni koordinatasini topsak bo'ldi. Demak, bu 4 3 bu yoqqa 5 bo'lsa, ichki chizgan aylana radiusi 3 plus 4 minus 5 taqsim 2 dan topilardi 1 ekan. Chizilgan radiusi 1 bo'lsa, demak bu yoqqa 1 1 koordinatasi 1 1 nuqta edi ekan. Ikki nuqta orasida masofani topish formulasidan foydalanamiz. Ildiz ostida 2 minus 1 x dan x ni ayirardik. Y dan y ni ayirardik. Ildiz ostida 1 bo'ladi. 0.5 bo'lsa 0.25 bo'lsa 1.25. 1.25 degan 5 taqsim 4 degan. Ildizosi 5 taqsim 2. Ildizosi 5 taqsim 2 chiqdi. 39. Chizmada ko'rsatilgandek shu bo'lsa grafika tasvirlangan ekan. Demak, mana bu nuqtaning koordinatasi 5 0 tenglamasini tutsak, demak, k ni topish uchun 3 dan 0 ni ayiraman, 3 dan 5 ni ayiraman. Esa minus 2 minus 3 taqsim 2 bo'ldi. Y-imiz teng minus 3 taqsim 2 x plus 5 qo'yganda 0 bo'lish kerak edi. 5 qo'ysak 15 taqsim 2 bo'ladi. Bu yerda 15 taqsim 2 bo'lgan mana. Hozir x joyiga 5 qo'ysak 0 bo'ladi-da shunda. Tenglamasini tuzdim. Endi ikkinchisini ham tenglamasini tuzib qo'ying. 0 0 nuqta bo'lsa, x dan x ni ayirsak 2 bo'ladi. Bundan buni ayirsak minus 4 minus 1 taqsim 2. Y teng minus 1 taqsim 2 x ekan. 0 0 nuqtadan o'tgan uchun s bo'lmadi, 0 bo'ldi. Endi ikkalasini ham topdik. Bizga mana bu so'ra.
ikkita boshlang'ich bo'lsa, ikkita hosila bo'lsa, bundan boshlang'ich olsam bitta hosila bo'ladi, ichiga kiradi. F hosila x bo'ladi. F hosila x dan t deb belgilasak, -4 dan 3 gacha t dt bo'ladi. Bundan boshlang'ich t kvadrat taqsim 2 -4 3. Bu t deb biz funksiya bitta hosilasini t deb belgiladik. Shuning kvadrati taqsim 2. Chegara -4 3. Demak, hosila olib 3 ni qo'yishim kerak. Shuni kvadrat ko'taraman. Hosila olib 3 -4 ni qo'yaman. Shuni kvadrat ko'taraman. Taqsim 2. Hosila olib 3 ni qo'ysak, urinma tenglamasi bir burchak koeffitsiyenti bo'ladi. Urinma burchak koeffitsiyenti necha chiqdi? Hosila olib 3 qo'yganda mana hosila olib 3 qo'ygan mana bu chiqqan mana. -3 taqsim 2 qo'yamiz ekan. -3 taqsim 2 ning kvadrati 9 taqsim pastroqdan teng 9 taqsim 4 minus 4 qo'ygan payti buniki -1 taqsim 2 ekan. -1 taqsim 2 1 taqsim 4 taqsim 2 ayirsak 8 taqsim 4 8 taqsim 4 2 bo'lib 2 2 o'zi 1 bo'lar ekan. Demak 1 chiqdi. To'g'ri chiziqlar kesishidan hosil bo'lgan o'tkir burchak tanginisini toping. Demak, ikkita to'g'ri chiziq kesishidan hosil bo'lgan, demak, to'g'ri chiziqlarda tanginisi alfa k ga teng bo'ladi. K birimiz -3 taqsim 2 chiqdi. Tanginisi alfa 2, k 2. Bu -1 taqsim 2 chiqdi. Shu orasida burchak topish uchun umumiy tanginisi alfa minus beta desak bo'ladi. Ikkalasi orasida burchak ayirib topiladi. Ikkitasidan x o'qi bilan alfa burchak, bittasi beta bo'lsa ayirsak chiqadi. Bu tanginus alfa minus tanginus beta taqsim 1 plus tanginus alfa ko'paygan tanginus beta. Qaysi bir katlarni bilmayman, shuning uchun model yozib qo'ysak bo'ladi. -3 taqsim 2 plus 1 taqsim 2 bo'ladi. Taqsim mahrajida 1 minus ikkalasini ko'paytmasi 3 taqsim 4. Bu plus bo'ladi. Taqsim 3 bo'ldi. 3 taqsim 7 ga qo'yasiz. Tanginisini toping degan ekanmiz, orasida burchak 3 taqsim 7 deymiz. 3 taqsim 7. Bu o'rnasi ekan. Mana bu kirmadi. Mana shu kerak. Shuni bilamki bo'yab qo'ysa yaxshiroq ko'rinadi. Tasvir 3 taqsim 7 chiqdi. Keyingi savol. Shu funksiya va to'g'ri chiziq grafiklari tasvirlangan ekan. To'g'ri chiziq va karnat o'qlar bilan chegaralangan cho'chak yuzini toping debdi. Demak 9 qo'y. 9 qo'ysak, nuqtaning koordinatasi x 9, y mana funksiyaga 9 qo'ysak bu 2 bo'ladi. 9 2 ekan. Mana nuqtaning koordinatasi bu 1 0. X joyiga 1 qo'ygan 0 bo'ladi-ku, logaritm. To'g'ri chiziq tenglamasi tutsam 2 dan ayiraman 0, y dan y, x dan x ni ayirardik. 1 taqsim 4 bo'lar ekan. Y teng 1 taqsim 4 x 1 qo'yganda 0 bo'lgan bo'lsa 1 taqsim 4 bo'ladi. Bu ham minusdan. Tenglamasini tuzib oldik. Endi to'g'ri chiziq va koordinat o'qlar bilan chegaralangan cho'chak yuzini toping deyapti. Demak, bu yuzini to'g'ri chiziq va koordinat o'qlar bilan chegaralangan cho'chak mana bu-da. Bu koordinatasi 1 bo'lsa, uzunligi 1. Nuqtaning koordinatasi -1 taqsim 4. Demak, 1 taqsim 4 ni 1 ga ko'paytirib 2 ga bo'lish kerak. 1 taqsim 8 bo'ladi shunda. Chegaralangan cho'chak yuzini top. 1 taqsim 8 bo'ladi. To'g'ri chiziq va shu funksiya grafi bilan chegaralangan yuzi, to'g'ri chiziq va funksiya grafi bilan mana yuzi chegaralandi. Shu yuzini so'rayapti. Integralga qo'yamiz. Integral deymiz.
1'dan 9'gacha logaritm 3 x minus to'g'ri chiziq 1 taqsim 4x ayrilgan bet plus 1 taqsim 4 bo'ladi. Logaritmdan boshlang'ich bo'laklab olinadi. Bo'laklab olamiz. Buni pastdan yozaylik. Logaritm boshlang'ichini logaritm 3 x ko'paygan 1 desak dx deymiz. Bundan boshlang'ich olganda x dan boshlang'ich 1 dan boshlang'ich x logaritm 3 x bo'ladi. Minusdan integral yana x ko'paygan bundan hosil 1 taqsim x ko'paygan ln 3 bo'ladi dx. X'lar ketsa bundan boshlang'ich x ko'paygan logaritm 3 x minusdan 1 taqsim ln 3 ko'paygan x deyapti. Keyin buni yana x qovusini tashqari chiqarib olsak logaritm 3 x minus logaritm 3 y desak bo'lar. 3 bilan keyin joylashtirsak degani x ko'paytirilgan logaritm 3 x taqsim y desa bo'lar ekan. Demak logaritm boshlang'ich shunaqa ekan. Pastdan hisoblab qo'yaylik, joy bor ekan. Tepadan hisoblaymiz. X ko'paygan logaritm 3 x taqsim y boshlang'ichi. Demak teng mana x ko'paytirilgan logaritm 3 x taqsim y bo'lar ekan boshlang'ich. Minus bundan boshlang'ich 1 taqsim 8x kvadrat bo'ladi. Plus 1 taqsim 4x bo'ladi. Chegara 1/9. X taqsim y midi o'zi. Endi 1 taqsim 9 ni qo'ysak 9 ln 9 taqsim y emas logaritm 3 9 ni qo'ysak 81 taqsim 8 plus 8 taqsim 4 minus qo'ysak minus logaritm 3 taqsim y plus 1 taqsim 8 minus 1 taqsim 4. Endi bunda 9 bor, bunda 9 yo'q. Logaritm 3 bunday qilsak logaritm 3/9 minusdan logaritm 3/y desak 2 ga bo'lib bo'lish. Keyin 8 bor, bunda 8 bor. Ikkalasidan minus 80 taqsim 8 bo'lsa minus 10 bo'ladi. Bundan bu ayrisi 7 taqsim 4 bo'ladi. Bo'ldi-yu. Yana qolib ketdi. 1 taqsim y-midi? Taqsim y bo'lsa minusni oldinga tushirib olsak logaritm 3 y bo'lar ekan. Buni ichiga teng logaritm 3/9 2 ga teng 2 kara 9 18 bo'ladi. 18 minusdan minus 9 dan logaritm 3/y bu ikkalasidan necha qoladi? Minus 40 bo'lsa minus 33 taqsim 4. Buni ko'paytirsak 4 da 72. 72 dan buni ayirsak 40 39 taqsim 4. Minusdan 3 dan logaritm 3/y bo'ladi.
Yüzesi. Şu yüzeni S plus 8 deyapti bular. Mana bir tane ayırganimizda mana bilan bundan 8 ta qoladi bu. Bu 8 ta bo'ldi. 8 ta bo'lgani bilan oldi plus minus. Sakkizta bo'ldi, lekin minus. S o'rnida mana bu kelyapti 39 taqsim 400 ham. Lekin ortda minusi borda. Adashganmikan? Ana yana bir ko'rasizlar. Qoldi yana 5 ta misol bormi? Radius 4 ga teng bo'lgan aylanalar chizmada ko'rsatilgandek o'zaro tashqi tarafdan urinadi. Shu ular urinadi deyapti. Shu ko'rinishda bo'lsa n plus n top deyapti. Xullas. Mana shuni ishlab bo'ldi. Radiuslari 4 bo'lgan aylanalar. Mana radiuslari 4 ekan. Tomonini topish kerakmi? Muntazam. Xullas urinma bo'lsa, bunday qilamiz. Markazdan birga tortsam bu radius. Buni mana chizgan markazdan men birga tortsam bu muntazam uchurchak bo'lyapti. Buni muntazam uchurchakka ichki chizgan radiusi bor. Buni tomonini x desak, tamam x desak, ichki chizgan radiusi tashqi x taqsim 3 bo'ladi. Uzunligi. Mana burchak 30 bo'ladi. Muntazam bo'lgandan keyin, urinma bo'lgandan keyin 90 bo'lishi uchun mana bu 30 bo'lib qoladi. Demak, bu yerdan birgacha buni radiusi 4 edi. Mana yerdan tomoni yo'q hozir. Birdan tortsak. X taqsim 3. Bunu olmuş. Birdan birgacha bo'lgan masofa nimaga teng? Markazdan bir yoqqacha bo'lgan masofa. Ne qilsak bor. Ne torsak, 3 burchak paydo bo'lsa, birgacha 4, birgacha 4, bu 8 bo'ladi. Bundan 3 burchak yasasak, muntazam markazlarimni tutashtirsam, radiusi 4 bo'lsa 8 ga teng bo'lgan 3 burchak bo'ladi. 3 burchakka bo'lib, pastizganlar radiusi 8 taqsim 3 bo'ladi. Endi shu 3 burchak uchun, mana bu 3 burchak uchun bitta Pifagor teoremasini qo'llaymiz. Mana shu markaz chizib olsam, mana bir 4 bo'ldi. Mana bir x taqsim 3 bo'ldi. Mana 8 taqsim 3 bo'ldi. Mana 3'dagi burchak 60 bo'ldi. Shu uchun qo'shlar teoremasini qo'llasak chiqadi. Ana 8 taqsim 3 ning kvadrati teng 4 kvadrati plus x taqsim 3 ning kvadrati minus 2 ko'paygan 4 ko'paygan x taqsim 3 ko'paygan kosinus 60. Kosinus 60 bir taqsim 2 bilan qisqaradi. 64 taqsim 3 plus 16 teng 16 plus x kvadrat taqsim 3 minus 4x taqsim 3. Shu
Şuradan x topsak. Mahraj 3 bir varsa mana bu 64 bo'ladi. Bu 48 bo'ladi. Buni x kvadrat bo'ladi. Bu 4 ilizasi 3x bo'ladi. Demak kvadratni nima bo'lyapti? Mana x kvadrat minus 4 ilizasi 3x minusdan bu yoqqa minus o'tsa 16 bo'ladimi? 16 bo'lar ekan. Teng 0. Diskriminant hisoblasak bu kvadrati 16 48 plus 64. Hisoblasak 2 112. 112 ni 4 ga bo'lsak 30. 4 ga bo'lsam 28. 7 ga bo'lsak 16 bo'lar ekanda, plus 7 ko'paygan 16 bo'lsa x1 teng 4 ilizasida 3 plusdan 4 ilizasida 7 taqsim 2 2 ilizasida 3 2 ilizasida 7 2 ni chiqarib olsam ilizasida 3 plus ilizasida 7 ekan. Tamam. Demek buna n ilizasida 3, bu ilizasida 7, buna 3, bu 7 ekan, qo'shsak 10 ekan. Javob 10 ekan. İkincisida shu uchburchakning yuzi deyapti. Demek muntazam uchburchak yuzi ilizasida 3 kvadrat taqsim 4. Teng ilizasida 3 taqsim 4. Buni kvadrat ko'tarsam 4 bo'ladi. Bu 10 bo'ladi. 2 ilizasida 21 bo'ladi. 4 bilan 4 qisqarsam ko'paytirsak 10 ilizasida 3 plus 2 ilizasida 63. Endi ikkalasini ilizcha qolsak ilizasida 300 bo'ladi. Bu 4 bo'lib kirsa 12 ni ikkisi 24 25. Shu ikkalasini qo'shsak 552 bo'lar ekan. 552. Bo'ldi. Xohlasa bu yog'ini ham bir ishlab ko'rasizlar o'zlaringiz. Ertaga ishga borish kerak. Uzr endi. 3 ta misol qoldi. Ishlanishi bor, tashib qo'yadi. Nasib bo'lsa. Sog' omon bo'lingizlar.